Men yuborgan qiz jiyanim degandim-ku. Yaxshi ishlayaptimi? Jiyaningiz? Juda yaxshi. Juda ham chiroyli. Sizni olib ketgani keldim. Bosh direktor chaqirtiryaptilar. Qo'rqmang. Nimaga hamma narsaga burnini tiqib yuradi bu qiz? Sizlar bilan ishlab yurganida tinchgina. Hammasiga o'zi aybdor. Sattor aka, undan ko'rasi to'g'ridan to'g'ri amakim o'zlariga qo'ng'iroq qiling qo'ying. Tayinli javob olasiz. Yaxshi yangilik, ko'ngillari ham ko'tariladi. Menga qolsa bunday shartnomalarni o'ylamasdan tasdiqlagan bo'lardim. Siz ham Dilafruzni ko'rganingizda rahmingiz kelib ketardi. Boshi egik, zo'rg'a qadam bosib ketyapti. Men aybim uchun javob berishga tayyorman. Faqat oyimga aytmasanglar bo'ldi. Iltimos, oyimni o'zi shundoq ham ezilib yuribdilar. Mayli. Xafa bo'lmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qani, bir boshdan gapiringchi. Nima bo'ldi? Haligi men Omina xola? Omina xola-yu? Voy, kelavering. Assalomu alaykum. Voy, Assalomu Omina xola. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Eson-omonmisiz? Xudoga shukr. Bormisiz? Borman. Qani bu yoqqa chiqing. Yo'q. Shu yerga shunda o'tiraman-u. Darrov chiqib keta qolaman. Qani. Ilohi amin, tinchlik, xotirjamlik bo'laversin. 2-3 kundan beri ko'rinmay ketdingiz. Tinchmisiz? Tinchman, rahmat. Toshkentga borib keldim. Dilafruzni ko'rgan. Nabijon yasagan otni bergandim. Qizim boya qo'shib biram xursand bo'ldi deng. Sizlarga katta rahmat aytib yubordi. Salom aytdi. Salomat bo'lsin. O'zi yaxshi yuribdimi? Ha, yaxshi yuribdi. Ishga joylashibdi xola. Ha. Keyin uyga qaytsam, sog'liqdan bir dunyo qarz yozib tashlab ketishibdi. Shunga siqilib, yuragimga hech narsa sig'may siz oldingizga chiqqan edim xola. Menga qarang. Meni nevaramga atab olib qo'yganim bor edi. Shuni olib chiqib beraymi? Yo'q. Aylanib ketay xolama. Rahmat. Lekin ololmayman. Uyat bo'ladi ya. Qarang, bo'lmasam Ergashvoydan so'rab ko'ring-chi. Bo'lsa yo'q demas. Xola. Ergashjonni o'zi ham qarz xola. O'zlarini qarzini ussa ham hali. Mayli. Dilafruz kelsin-chi. U yog'i bir gap bo'lar. Ha, aytgandek. Sizni oldingizga chiqishimdan maqsad haligi bog'chamdagi qizni aytgandim-ku. O'sha qiz bilan gaplashdim. Voy, rostdanmi? Voy, o'rgilib keting sizdan, o'rgilib keting. Nima dedi? Bor gapni tushuntirdim. O'zi juda ham yaxshi qiz. Bamani, fe'l-atvori ham yaxshi. Uydagilar nima desa shu. Yaxshi inson bo'lsa, uydagilarim yo'q deyishmas dedi. Mo'mingina, qobilgina, juda ma'qul qiz. Hali taqdir bo'lsa xolajon, joningizga oro kiradi-ya. O'zim o'rgilay sizdan. Bir o'tib kelamizmi?
siz bilan birga sovchilikka boraman. Voy, o'zim boshlab boraman, xola. Baraka toping, iloyim, o'rgilib keting sizlar. Shu gaplarni aytgani chiqqan edim. Dilafruz qo'ng'iroq qilish kerak edi. Shuni kutayotgan edim. Endi men chiqa qolay, xola. Voy, choyim tayyor, Xudo o'tirasiz. xolasa to'yda ichamiz, to'yda. Nabijonni to'yda Bafurjon maza qilib choy ichib o'tiramiz. Bu boshqa chiqing, o'rgiling. Xo'p, chiqaman, mayli. Yaxshi bo'ling. Senga shukr. Bor gap shu. Shunaqa gaplar deng. Tushunarli qizim. Agar modelning ko'ziga aytarli shikast yetmagan bo'lsa, bir amallab vaziyatdan chiqish mumkin. Vaholanki bu tasodif yoki aksincha avvaldan o'ylangan o'yin kompaniyamizga ancha qimmatga tushishi mumkin. Lekin aytishadi-ku qizim, o'limdan boshqa hamma narsani iloji bor deb. Bu vaziyatni ham bir amallab to'g'rilasa bo'ladi. Nima dedi Alisher? Albatta bir yo'lini topamiz. Qizim, Zilola katta menejer sifatida sizga ishonch bildirgani tahsinga sazovor. Siz esa o'sha ishonchni oqlashga harakat qilgansiz. Bu ayb emas. Lekin Alisher, shartnomani maxsus bandidan ko'pchilikning xabari yo'qligi menda shubha uyg'otyapti. Buni albatta Nodirdan so'rab surishtirib ko'raman. Surishtir o'g'lim. Dilafruz, qizim. Sizni chaqirtirishimdan yana bir maqsad qiziqarli g'oyalar, ajoyib rasmlar muallifi sifatida siz bilan yaqindan tanishish edi. Rahmat sizga, Bahodir Botirovich. Kechiring meni. Qizim, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. Alisher, qizimizni isitmasi borga o'xshaydi. Menimcha yaxshigina isitmasi bor. Ishga chiqqanimdan keyin siz bilan yana suhbatlashamiz. Hozir esa Alisher sizni uyingizga olib borib qo'yadi. Yo'q, rahmat. Men o'zim ketaman. Yo'q. Agar isitmangiz bo'lmaganda boshqa gap edi. Hozir bu ahvolda sizni jo'nata olmaymiz. Yoki shifokorlarni chaqiraymi? Yo'q, rahmat. Hech ham ovora bo'lmang. Yaxshi. Alisher, Labbay. bu qizimizni olib borib, onalarining qo'llariga topshiring. Bu yig'loq qizimiz. Xo'p bo'ladi. Albatta yaxshilab davolanib, keyin ishga chiqing qizim. Xo'pmi? Xo'p. Yaxshi boring. Rahmat. Xayr. Sog'ayib keting, Bahodir Botirovich. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat. Alisher, ishxonadan keyin qo'ng'iroq qilarsan. Xo'p. Mayli bo'ldi. Yaxshi boringlar. O'tiribsizmi? Nima edi? Burningizni tagida bo'layotgan narsalardan bexabar o'tiribsiz deymanda. Yangi qizingizni
Menga qara. Zilola Nodir akajonisiga hisobot bermasa o'lib qoladi, bilasan-ku. Gapirsa gapiravermaydimi? Dilafruzni nimaga shunchalik yomon ko'radi, bilmayman. O'zi Zilolaga kim yoqqan? Bizni ham holi jonimizga qo'ymaydi-yu. Ota-ona mehrini ko'rmaganda uni ham tushunsa bo'ladi. Ana, kelishyapti. Hali icha olmagan qahvalarini endi bemalol ichaverishadi. Dilafruzni aytaman-da, Sabohat. Xuddi o'limga hukm etilgan odamdek o'tib ketdi-ya. Gapirma. Birovga yomonligi yo'q edi bechorani. Yomonlikni hammasini Zilola xonga bergan. Yo'q, Dilafruzni endigina tinchlantirgan edim. Zilola kelib uni battar eza boshladi. Nodir akam arang olib chiqib ketdilar u ilonni. Muhabbat? Menga qara. Dilafruzni qamashlari mumkinmi? Bo'lmasam-chi? Uni deb odam ko'r bo'lib qoladi-yu, javobini bermaydimi? Bechora. Assalomu alaykum. Qiziq. Qayerga ketgan bo'lishligi mumkin? Siz bilmasangiz men qayerdan ham bilay. Fotoblitsi ishlatish mumkin emasligi haqida Dilafruzga aytganmiding? Bo'lmasam-chi? Aytgan bo'lsang, nega unda ishlatdi? Bilmasam. Demak, sen uni ogohlantirmagansan. Model bizni sudga bersa-chi? Suddan mayli, ko'zi ko'rib bo'lib qolsa-chi? Men seni yaxshi bilmas ekanman, Zilol. Niyating nima o'zi? Niyatimni bilasiz. Niyatim baxtli bo'lish. Bitta insonni salomatligini garovga qo'yib erishilgan baxt shaxsan menga kerak emas. Unda siz ham ana o qizni atrofida girdi kapalak bo'lishni yig'ishtiring, Nodir aka. Ko'p katta qizsan. Men senga tushuntirgandim shekilli. Ha, tushuntirgandingiz. Lekin alam qilar ekan. Men hamma narsamni o'ldan boshlaganman. Shu darajaga yetgunimcha qancha chig'iriqlardan o'tmadim. Uchi kecha ko'chadan kelib qolib, bugun tayyorga ayyor bo'lib, bo'limimizga tiqilib oldi. Men-ku mayli. Men o'zimdan ham ko'ra ko'proq sizni o'ylayapman, Nodir aka. Yo'q. Sezib turibman. Agar u shu ishda yaxshilab o'rnashib olsa, sizni ham tagingizga suv quyadi. Kursingizdan ham og'diradi. Nimalar deb aljirayapsan? Bilib qo'y. Yo'limga to'g'anoq bo'ladigani hali tug'ilmagan. Mabodo shunaqasi chiqadigan bo'lsa ham, men uni yo'q qilib tashlayman. Shu narsani yodingda tut. Qo'ying, Nodir aka. O'sha qizni deb urushib o'tirmaylik. Bilasiz-ku, men nimaiki qilsam, sizni o'zimni o'ylab qilaman. Boshqalar bilan nima ishimiz bor? Keling o'zimizni o'ylaylik. Yana bir marta qaytaraman. Tilingni tiyib yur.
Qadamingni o'ylab bos. Gapimga kirmasang, boshqacha gaplashamiz. Mabodo anu ishda qoladigan bo'lsa, men emas, siz qadamingizni o'ylab boshingizga to'g'ri keladi, Nodir aka. Agar biror narsani sezgudek bo'lsam, pullaringizdan ham mahrum bo'lasiz. Uy u yoqda tursin. Har xil qalang'i qasang'ilarga telefon sovg'a qilishga ham pulingiz yetmay qolmasin tag'in. Bilmasdan, duo qilmasdan. Oyi. 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 Labay. Oqila, bu men, Gulsanamman. Yaxshimisizlar? Dilafruzdan xabar yo'q. Telefon ham qilmaydi. Ishdan keldim o'zi. Kelishga keldi. Lekin hozir uxlayapti. Voy. Nomoshomda uxlashga nima bor? Yo tobi yo'qmi? Nima qildim sendan yashirib? Ozgina isitmasi ko'tarilibdi. Nima? Isitmasi balandmi? Qo'rqma. O'zim doktorman-ku, tuzatib olaman. Isitmasi hech bunaqa baland bo'lmagan. Tinchlikmikin? Menga qara, dugonajon. Labay. O'pkalarini eshitib ko'rdim. Toza. Xayriyat. Tomog'i ham yaxshi. Yallig'lanish yo'q. Xavotir olma. Iloyim. Mayli, haliroq yana qo'ng'iroq qilaman, xo'p? Xayr, o'rta. Xayr. Afruzaxon. Voy, yaxshimisiz? Yaxshi yotib turdingizmi? Voy, nima bu? Voy, xo'jayinim bilan Navoda ketadigan bo'lsam, o'sha yerda ishlashga oldim. Yaxshimi? Ha, yaxshi. Agar firmada yer chopishlarga bo'lsa bo'ladi. Yaxshi. Nima, yomonmi? Yo'q, juda ham yaxshi. Yaxshi. Haligicha cho'ntaklarini o'zim qildim, sal chiroyliroq bo'lsin deb. Mana shuni boplabsiz. Keyin mana bu yerlarga ham o'zim qadadim. Chiroylimi? Yaxshimi? Voy, erinmagansiz. Hadisapay, erinmagansiz. Ma'mur bo'lsa sizga tikdim. Mana bu gazetalaringiz uchun. Ovora bo'lib nima qilar edingiz? Voy, ovorasi bor ekanmi? Axir o'zimmi, singiljonimsiz. Rahmat. Singiljonimsiz. Nima beginaga tikibmanmi? Voy, rahmat. Nima, Bahodirjon oldiga ketyapsizmi? Ha, ovqat olib bormoqchi edim. O'zlari tuzuvmilar? Ha, yaxshi. Chiqib qolsalar kerak-a? Ha, chiqib qoladilar. Ha, unda yaxshi. Mayli, salom deb qo'ying. Mayli, xo'p. Shoshib turdim. Mayli. Bo'pti. Mayli, yaxshi boring. Voy, Afruzaxon. Salom deb qo'ying. Voy, xo'p. Salom deb qo'yaman. Tavba. Kompaniyamizning ahvoli ancha yaxshi. Bu quvonarli hol.
reklama kampaniyasini davom ettirishimiz kerak. Ha, aytgandek, modelning ahvolidan xabar bormi, bilmaysizmi? Hozircha bilmayman. Lekin aniqlashtiraman. Kechagi holat yuzasidan menimcha fotosessiyamiz samarali o'tdi. Sababi Vali kerakli kadrlarni olishga ulgurgan. Albatta, Dilafruz bilan birga. Xullas, ortiqcha gapni yig'ishtiramiz, o'rtoqlar, va diqqat bilan eshitamiz. Dizaynerlar marketologlardan kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olib, yangi ikkita tarif rejasini ishlab chiqish kerak. Juda ham yaxshi-ku. Lolaxon. Xullas, tarif rejamizni kechagi fotosessiyadan kelib chiqqan holda mana bu shakl va kattalikda bosma ravishda reklama dizaynini chiqarish kerak. Qolaversa bir necha nusxada yoki bo'lmasa variantda desak bo'ladimi? Copywriter va kreatorlar aynan shu bannerlarga qandaydir bir shior, xullas matn nusxalarini menga olib kelishingiz kerak bo'ladi. Tushunarli. 3 tildami? Ha, 3 tilda. Rahmat sizga Zilolaxon, etish yodimdan ko'tarilibdi. Hozircha shu. Savollar bormi? Yo'q, savol. Yo'q. Nodir aka, Dilafruzga nima bo'ldi ekan? Bugun ishga kelmadi. Yo, endi ishlamaydimi? Hozircha bilmayman. Vale, men Alisher bilan gaplashib ko'rishim kerak. Yaxshi bo'lardi. Mayli, men ketdim. Zahroxon, Alisher hali ham kelmadimi? Ha. Endi keldim. Ha. Rahmat sizga Sattor aka. Agar siz bo'lmaganingizni bilmadim, jarima pullarini qayerdan topaman deb hali ham boshim qotib o'tirgan bo'lardi. Kelishilgan vaqtdan oldin jo'natganimiz yaxshi bo'ldi. Endi investorlarimiz haqida. Ularni qayerga joylashtirsak bo'ladi? Ha, u bizning tashvishimiz emas. Ularning joylashadigan doimiy mehmonxonasi bor. Lekin aeroportga borib kutib olsak yomon ish bo'lmasmi? Albatta kutib olamiz. Axir ayol kishi bo'lsa. Aeroportga siz bilan Oybek chiqsa, nima deysiz? Yaxshi. Siz nima desangiz shu. Oybekka o'zingiz aytasizmi? Ha, unga o'zim aytaman. Boshqa gapim ham bor. Sizlar bilan lobaram chiqadi, tarjimon sifatida. Hozir unga ham qo'ng'iroq qilib qo'yaman. To'g'risini aytsam, topgan investorlaringizni hozir javobligi menga yo'qdi. Kecha gaplashib, bugun uchrashsak, qoyil. Ha, o'zini ham bu yerlarda ishlari bor ekan. Lekin bu bizga qo'l keldi. Ishlarimiz ham tezlashadigan bo'ldi. Ha. Yaxshi, bo'lmasa chiqib kutib olinglar. Yana bir bor rahmat Sattor aka. Qo'ysangiz-chi, Alisher. Zahro, menga Oybekni chaqiring. Kiring. Xalaqit bermaymanmi? Kel o'tir. Yangi tarif rejalari bo'yicha bo'limdagi xodimlarga vazifalarni topshirdim. Reklama, banner bo'yicha ishlarni ham boshlab yubordik. Ochig'ini aytganda, ikkita savol bilan murojaat qilmoqchi edim. Gapiraver, eshitaman. Birinchisi, kechagi voqea bo'yicha yangiliklar yo'qmi? Ha, Sattor aka bir ilojini topdilar. Jarima pulini o'tkazdik. Modeli ham ko'zi yaxshi ancha. Ikkinchi gapingni? Yangi qizimiz bugun ishga chiqmadi. Ishlayveradimi yoki agar senga xalaqit qilmayotgan bo'lsa, ishlayversin. Gapingni tushunmadim. Bo'limingda nimalar bo'lyapti, Nodir? Indamaysan-a? Chunki ishlaring pachava. Nima bo'layotganligini men aniq bilmayman-ku, lekin baribir surishtirib tagiga yetaman, ishonaver. Agar
biron aybloving yoki bo'lmasa aniq bir gaping bo'lsa, ochiq oydin aytaver. Bilasanmi, men shunchaki taxminlar emas, faqat aniq dalillarga tayangan holda ish tutaman. Boshqa gaping bormi? Ha, yana Dahan aka jangmak ukalar. Ha, uni qo'yaver. Hozir boshqa muhim masalalar turibdi. Hozir Sattor aka bilan aeroportga chiqasizlar. Lobar ham sizlar bilan ko'rishadi. Hozir. Yaxshimisiz, Lobar? Ishimiz shoshilinch. Investorlarimiz bugun keladigan bo'lib qolishdi. 2 soatdan keyin aeroportga chiqa olasizmi? Rahmat. Yo'q demasligingizni bilardim. Oybek bilan Sattor aka ham o'sha yerda bo'lishadi. Xo'p, xayr, ko'rishguncha. Mana bo'ldi. Ikkinchi masala. Yangi dizayn ustida ish boshladik. Shuning uchun 1-2 kun ichida respublika bo'yicha yangi o'rin joylarni ko'rib ketish kerak bo'ladi. Asosiy o'rnimiz sotib olganmiz, bilasan. Undan tashqari bu ma'lumotlarni internet saytlariga, qanday joylashish yo'llarini ham o'ylab ko'rishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli. Ishimiz oldingidek jonlaganidan xursandman. Ha, men ham. Ochig'ini aytsam, modelning ishi sudgacha yetib borsa kerak deb qo'rqgan edim. Ko'ziga jiddiy zarar yetmagani rost bo'lsin. Ha. Dadamni kecha ko'rsang edi. Fotosessiya rasmlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldilar. Ishchilaring urushma, ular ijod qilishni bilishar ekan dedilar. Ularni ko'rib men ham xotirjam bo'ldim. O'zing bilasan, menga hamma narsadan muhimi hozir dadamni sog'liqlari. Qachon chiqadilar endi? 1-2 kunda chiqib qolsalar kerak. Yaxshi. Ha, aytmoqchi. Aybdor qizni nima qilmoqchisizlar?